Dunyodagi eng tezkor 5 ta avtomobil. 5-o'rinda Aston Martin Valkyrie. Bu gibrid tizimga ega poyga avtomobili. V12 dvigatel va elektr motor o'zaro birlashib haqiqiy maxluqni yaratadi. 4-o'rinda Hennessy Venom F5. Ushbu mashina maksimal 484 km/soat tezlikka erisha oladi. 6.6 litrli twin turbo V8 dvigatel va 1817 ot kuchi bilan jihozlangan. Korpus yengil karbon fiber va alyuminiy qotishmasdan tayyorlangan. 3-o'rinda SSC Tuatara. Kapot ostida 5.9 litrli twin turbo V8 dvigatel yotadi. Maksimal tezligi 455 km/soatga yetadi. 2-o'rinda Koenigsegg Jesko Absolute. Avtomobil 531 km/soat tezlikka erishishga mo'ljallangan. Shuningdek, u kuchli V8 dvigatel va 9 pog'onali avtomatik transmissiyaga ega. Va nihoyat 1-o'rinda Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Avtomobil 2019-yilda 490 km/soat tezlikka erishgan va rekord o'rnatgan. 8 litrli V16 dvigatel va karbondan yasalgan shassi bilan yuqori tezlikda mukammal barqarorlikni ta'minlaydi. Nega aynan 1-o'rinda Bugatti Chiron tanlandi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.